Qandli diabet va asal. Asal har bir diabetik uchun do'st yoki dushman? Aynan mana shu savollarga bugungi videomizda siz bemalol javob olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdan da ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Demak, bugun siz yaxshi ko'radigan, siz hech bo'lmasa shu asalni yesam bo'ladi deydigan doktorlar hattoki bemalol yeyishingiz mumkin. Asal tabiiy deb hatto qaysidir doktorlar maslahat beradigan aynan asal haqida gaplashamiz. Xo'sh, o'zi asal nima va uni iste'mol qilish biz uchun qanchalik kerak? Yo'q, aynan diabetiklar uchun qanchalik muhim yoki kerak emas. Bu savollarga bugungi videomiz orqali javob topasiz. Hoziroq esa bizni oddiygina kamtarona mehnatimizni baholash uchun bitta o'sha laykni bosib qo'ying va hoziroq bizga obuna bo'ling. Diabetlar to'g'risida, diabetlar iste'mol qilishi mumkin bo'lgan, iste'mol qilishi mumkin bo'lmagan mahsulotlar bo'yicha ilmiy asoslarga ega bo'lgan barcha ma'lumotlarni bizning kanaldan topishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Demak, biz asal haqida mavzuyimizni boshladik va o'zi bu yerda qaysi savollarga javob berish kerak va nimalarga e'tibor berish kerak? Barchasini mana shu yerdan olishingiz mumkin bo'ladi. Bitta narsani esingizdan chiqarmang. Bizda organizmimiz qaysidir mahsulotlarni nomi bilan qabul qilmaydi. Bu asal tabiiy, bu shakar sun'iy, bu banan tabiiy, bu olma deb qabul qilmaydi. Har bitta iste'mol qilgan mahsulotingizni uglevod, oqsil va yog'lar sifatida qabul qiladi. Va biz iste'mol qiladigan mahsulotlarni yana biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan eng muhim jihati bu qanchalik darajada tez so'rilishi. Qanchalik tabiiy bo'lmasin, qanchalik foydali bo'lmasin, uni so'rilishini inobatga olishimiz kerak. Har bir qandli diabet tashxisi qo'yilgan inson borki, iste'mol qiladigan mahsulotlarini qanchalik tez va qanchalik qondagi qand darajasini tez ko'tarishini inobatga olish kerak. Asalni iste'mol qilgandan keyin, bir loshdagina asalni iste'mol qilganingizdan keyin 5 daqiqadan keyin qonda qand darajasini ko'tarishni boshlaydi. 7-17 minutda iste'mol qilgan asalingiz to'liq qonga so'rilib ulgurgan bo'ladi va bu sizda insulin bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Ya'ni ikkinchi tur qandli diabet tashxis qo'ygan har bir insonni asosiy muammosi insulin rezistentlik. Ya'ni insulin bor, keragidan oshig'i bilan bor. To'g'ri ishlay olmaydi. Mana bunaqangi to'g'ri qonda qand darajasini tez ko'taradigan mahsulotlar esa o'sha insulinni yanada ishlashini qiyinlashtirib qo'yadi. U faqat shunchaki yog' hujayralarini kattaroq qilishga yordam berib qo'yishi mumkin shunchaki. Skachoklarni ko'paytirib qo'yadi. Ya'ni qonda qand darajasi 20 bo'ldi, 15, 19, 8 qancha ko'p mana shunaqangi skachok bo'ladigan bo'lsa, organizm uchun bu stress va bu stress sizga qaysidir muammolarni keyinchalik keltirib chiqaradi. Shunday ekan, har bitta mahsulotlarni biz tarkibidagi uglevod darajasini inobatga olishimiz kerak. Tabiiyligini emas aslida. Do'stlar, buni albatta o'zingiz uchun inobatga olib qo'ying. Har bir qandli diabet tashxisi qo'yilgan inson, men sizga yana ham osonlashtirib beraman. Agar siz mana shularni hisob-kitobini zo'r biladigan bo'lsangiz agar, marhamat, har kun xohlasangiz iste'mol qilishingiz mumkin. Sizda chegaralar bor. Ya'ni qandli diabet tashxisi qo'yilganmi, demak, bir kunda o'rtacha 80-90 kilogramm vazni bor insonni bir kunlik uglevod iste'mol qilishi kerak bo'lgan maksimal chegarasi 200 gramm. Masalan, sizning vazni 80 kilo bo'ladigan bo'lsa, siz bir kunda 200 gramm maksimal darajada uglevod iste'mol qilishingiz mumkin. Uglevodlar deganda asal, meva, xamir, napitkalar, shirinliklar, shakar, bularning hammasi uglevodlarga kiradi. Bir loshka asaldan boshladingiz kunda. Bir loshka asal 7-10 gramm uglevod iste'mol qilindi. Zavtrikka pirlovka, grechka yoki nima deydi uni kasha iste'mol qildingiz yoki nonga sari yog'ni surib iste'mol qildingiz. Bularning ichidagi har birini uglevodini inobatga olishingiz kerak. Agar siz shunaqa darajali uglevodlarni inobatga olib, bir kunda 200 grammdan oshirmayman deydigan bo'lsangiz, har kun iste'mol qilsangiz bo'ladi. Lekin bu ishni qilishning imkoni yo'q. Siz qila olmaysiz. Shunday ekan, to'g'ridan-to'g'ri qonda qand darajasini ko'taradigan mahsulotlarni shunchaki cheklab qo'yish kerak. Ya'ni siz iste'mol qiladigan ovqat, masalan, ovqatdan kechib bilmaysiz, ovqat o'rnini bosmaydi asal hech qachon. Demak, zavtrikda nimadir iste'mol qilishingiz kerak ovqat, obedda nimadir ovqat iste'mol qilishingiz kerak, ujinda nimadir ovqat iste'mol qilishingiz kerak va mana shu ovqatlarni tarkibidagi uglevodlarning o'zi sizni bir kunlik normangizdan oshib ketadi. Undan ko'pi shunchaki qonda qand darajasini ko'tarib, boshqara olmaydigan holatga keltirib chiqaradi. Shunday ekan, eng yaxshisi o'sha hatto mevalarni ham, to'g'ridan-to'g'ri qonda qand darajasini ko'taradigan ichimliklarni ham, tabiiy asallarni ham, tabiiy moddalarni hammasini iloji boricha iste'molini cheklab qo'ying. Ayniqsa e'tiborli bo'lishingiz kerak. Siz nima bilan nimani iste'mol qilyapsiz? Masalan, zavtrikda asal, bir loshka asal yedingiz.
yonida non yemoqchi bo'lsangiz, meva yemoqchi bo'lsangiz, bularning hammasi to'g'ridan to'g'ri uglevod bo'lib hisoblanadi. Siz iste'mol qiladigan narsalaringizni oqsil bilan, kletchatka bilan, sabzavotlar bilan kombinatsiya qila oladigan darajada har bitta narsani tushunadigan etapda bo'lsangiz, shunaqa darajada o'rgangan bo'lsangiz ahvolingizni, marhamat, iste'mol qilishingiz mumkin. Ya'ni nima bilan iste'mol qilishni o'rgangandan keyin, agar sizda aynan mana shular bilan bog'liq muammo bo'ladigan bo'lsa, biz yordamga tayyormiz. Bizni Garmonic Plus klinikamiz aynan diabetlarga yashash tarzini o'rgatishga asoslangan. Ya'ni biz diabet maktabini tashkil qilib qo'yibmiz. Har bir insonga yashashni osonlashtirishni, qanaqadir protokollardan qochib, oddiyroq, osonroq va qulayroq yashashni o'rgatib beramiz. Yashash yaxshi aslida. Faqatgina uni juda ko'pchiligimiz o'zimizga qo'ygan qaysidir qoidalar, o'zimizga qo'ygan qaysidir bilib bilmasdan aytiladigan gaplar bilan shunchaki qiyinlashtirib qo'yamiz. Shunchaki esingizdan chiqarmang, shunchaki oson hayotni qiyinlashtirib qo'ymang do'stlar. Qanaqadir sizda savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozib qoldiring va men keyingi videoyimda sizni savolingiz bo'yicha bemalol chiroyli qilib tushuntirib bera olaman. Demak, meni qo'llab-quvvatlashni unutmaymiz. Hamma har taraflama isbotlangan ma'lumotlarni esa meni kanalimdan topishni ham unutmaymiz. Do'stlar, hoziroq obuna bo'ling. Bizni esa oddiygina mehnatimizni qo'llab-quvvatlang. Sizda nimadir muammo bo'lsa, bemalol xohlasangiz klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Manzil, raqamlar hammasi video ostidagi silka bilan kirib topib olishingiz mumkin. Yana ham qiziqarli bo'lgan keyingi videolarda ko'rishguncha siz bilan shunchaki xayrlashaman.